Qanaqa qilib bunaqa teriga keldim? Terga tegib tuqqanim uchun emas, eslashto. Uxotdan agressiv yoki keraksiz kosmetikani olib tashlash, akkuratni tozalash, namlantirish plus retinoidlar qo'shganim uchun. Bugun K-Secret brendining Seoul 1988 lineykasini razbor qilamiz. O'zbekistonga endi kirib kelish boshladi, так что ketdi полный обзор. Eng asosiy mahsuloti liposomalniy retinal. Liposomalniy degani enkapsulirованный degani, teriga chuqurroq kiradi degani. Yana ichida bakuchol, vitamin C, jenshen peptidlar, hammasi ajinlar, akne va namlantirishga ishlaydi. Endi boshlamoqchi bo'lganlarga ham to'g'ri keladi. Klinik jihatdan tekshirilgan, hamma teri turi uchun mos keladi. SPF 3 xil yangi avlod filtrlarida ishlaydi. Kuchli himoya, yengil, make-up bilan ajrashib ketmaydi. Gidrofilka va penka. Bularni har xil test qilib ko'rdim. Даже водостойкий makiyajni ham tozaladi, quritmaydi. Ulitka mutsinli sivorotka va krem. Takoy yaxshi bazaviy namlantirish, super yengil yozda makiyaj tegidan ham. Ishlatib ko'rgan bo'lsangiz o'z fikringizni kommentda qoldiring. Hali ishlatmagan bo'lsangiz qaysi birini ishlatib ko'rgingiz kelardi?